وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan sod harfini bilib o'tdik. Bugun inshaalloh bugungi darsimiz to harfini bilib o'tamiz. Muallim soni kitobi bo'yicha men hozir sizlarga to harfini yozishlik uslubini ko'rsatib beraman. Siz azizlar ham yozing. Muallim soni kitobidagi so'zlarni doskaga yozaman. Yozishimizdan maqsad so'zlarni bir-biriga ulab o'qishni o'rganish va shuni atrofida sal yozishga ham qo'limiz kelib qolishligi, shu munosabat bilan yozishni tashkil qildik. Inshaalloh bu darsimiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Demak, biz bilan keling, yozib boring. To harfining so'z boshida kelishligi. Demak, bunda chiqamiz. To harfining mana alifi bor. To harfining alifi bor. To harfining so'z o'rtasida kelishligi. To harfining esa so'z so'ngida kelishligi. So'z so'ngida kelganda oxiri nima ketadi? Sal ko'tarilib ketadi. Demak, bu to harfi fath qo'yamiz, to bo'ladi. Kasra qo'yamiz, tuy bo'ladi. Domma qo'yamiz, tu bo'ladi. Ya'ni to, tuy, tu. Bu ta emas. O'zbek tilida ta bor. Ya'ni ta harfi. Bizda o'zbek tilida te deb qo'yiladi, lekin aslida ta. Ko'pchilik ta'da, masalan, sirota. Ta bu itqi, mana to. Lekin bizda sirota deb yoki sirota deb o'qiydi. Bu xato. Shuning uchun bu to harfi. Demak, to va lam harfini yozamiz. Ya'ni to va lam harfi. To harfimiz fathalik, lam harfimiz esa sukunlik. Birga o'qisak tol deb o'qilinadi. Keyingisi esa to harfi va ya harf. To harf va ya harfi. To harfimiz fathalik, to, ya harfimiz esa sukunlik. Toy deb o'qilinadi. Keyingisi esa shin harfi. Ya'ni shin va to harfi. Shin harfimiz fathalik, sha, to harfimiz esa sukunlik. Shato deb o'qilinadi. Keyingisi esa ba harfi bilan. Ya'ni ba va to harflari. Ba harfining ustida fatha bor, ba. To harfining ustida esa sukun bor. Bat deb o'qilinadi. Keyingisi esa qof bilan ekan. Qof va to harfi. Qof va to harfi. Qof harfimiz ustida fatha bor, qo. To harfimiz esa sukun bor. Qot. Keyingisi esa 3 ta harfli ekan. Fa harfi va qof harfi va to harfi. Ya'ni fa harf va qof harfi va to harfi. Fa harfimiz fathalik, qof harfimiz ham fathalik, fa qo. To harfimiz esa sukunlik. Faqat. Vav harfi va to harfi va
nun harfi. Vav va to va nun harfi. Vav harfimiz fathalik va, to harfimiz fathalik va to, nun harfimiz esa sukunlik. Vaton, vaton. Keyingisi esa to harf va lam va ba harfi. Demak, to va lam va ba harfi. To harfimiz fathalik to, lam harfimiz fathalik tola, ba harfimiz esa sukunlik tolaba. Tolaba. Keyingisi to va ro va fa harflari. To va ro va fa harfi. To harfimiz fathalik to, ro harfimiz fathalik toro, fa harfimiz esa sukunlik torof. Torof deb o'qilinadi. Keyingi harfimiz to va ha, ya'ni to va ha va ro harfi. Demak, to va ha va ro harfi. To harfimiz dommalik tu, ha harfimiz sukunlik. Demak, ha harfimiz sukunlik, ro harfimiz dommalik. Ya'ni tuhru. Keyingisi esa to harfi, fa harfi va lam harflari. Mana. To va fa va lam harfi. To harfimiz kasralik tuy, fa harfimiz sukunlik tuyf, lu dommalik tuyflu. Keyingisi esa mim va to harfi va keyingisi esa ro harf. Hilyasi bor. Demak, mim va to va ro harfi. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Mim harfimiz fathalik ma to harfimiz ham fathalik ma to, ro harfimiz sukunlik mator. Yana bittasi sig'ar ekan. Demak, mim harf, mim va to harfini yozamiz, lam harfini va ba harfini yozamiz. Mana. Demak, mim va to va lam va ba harfi. Endi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ma sukun, ma to la b. Matolab. Yozganimizni endi birgalashib o'qiymiz. So'ngra men buni o'chirib, yana qolganini yozib ko'rsatib beraman. Demak, tol, toy, shato, bato, qoto, faqat, watan, talab, taraf, tuhru, tiflu, matar, matolab. Demak, mana shu yozib oling, yozib olib. Demak, qolganini yozib ko'rsataman. Demak, kelgan joydan yozsak, mim va sin va qof va to harf. Demak, mim
va sin va qof va to harflari. Mim harfimiz fathalik ma, sin harfimiz sukunlik mas, qof harfimiz fathalik masqo, to harfimiz sukunlik masqot, masqot deb o'qiladi. Keyingisi mim, vav va to va nun harfi. Demak, mim, vav va to va nun harflari harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Mim harfimiz fathalik ma, vav harfimiz sukunlik mau, to harfimiz kasralik mauti, nun harfimiz sukunlik mautin, mautin. Keyingisi mim va ro harfi va ba harf, ba harf va to harfini yozamiz. Demak, ana mim va ro va ba va to harflari va buni birgalashib harakatini qo'yib o'qiymiz. Mim harfimiz fathalik ma, ro harfimiz sukunlik mar, mar, ba harfimiz kasralik marbi, to harfimiz sukunlik marubito, marubito deb o'qiladi. Keyingisi esa istobara. Alif, hamza, kasra va sod harfi, o'tgan harfni o'tdik, va to harfi va ro harfi. Ana kasra, ya'ni alif, hamza, kasra, sod va to va ba va ro harflari harakatini qo'yib o'qiymiz. Sod harfimiz sukunlik is, to, ba, ro, istobaro, istobaro. Sod, ana ya harfimiz, ya, sod harfimiz sukunlik yas, to harfimiz esa fathalik yas to, ba harfimiz kasralik yas to bi ru, yas to biru, yas to biru. Keyingisi sin bilan is, ta harf, vav harf, ana demak sin va ta, vav, to va nun harflari harakat qo'yib o'qiymiz. Sin harfimiz sukunlik is, ta harfimiz fathalik ista, va harfimiz sukunlik istau, to na, istau tona. Yoki yozamiz yes, demak ya harfi yas, tau, ti, nu, yastautinu. Bu sinnalar ko'payib qolgandan keyin sinnalar mana yadiki bor, bitta sindiki bor, sindiki 3 ta, yana tadik kelib qolgandan keyin u sal nima qilinadi, yuqoriroq qilib yozilinadi. O'sha yerda hozir bo'yalishib ketdi. Hozir
Yastavtinu. Keyin tarof, qaranglar, ta bilan. Tarof. Endi shuni to bilan yozamiz. To bilan, qaranglar. Rof, ana. Tarof. Sabtu sin bilan yozamiz. Sabtu oddiy ta. Sabtu. Endi esa ta'da to qilib yozamiz. Sabtu, ana. Sabtu, ana. Keyingisi mustatir, mana. Mana. Mustatir. Endi esa mustatir deb yozamiz endi. Boya ikkinchi harfimiz ham ta edi. Nima qilamiz endi? To qilib yozamiz. To qilib. Mustatir, ana. To bilan yozdik. Demak, yozganlarimizni birgalashib o'qiymiz. Oxirlari maydalashib ketdi. Eplab yozib olasizlar. Demak, masqot. Mawtin. Marbit. Istabara. Yastabiru. Istawtana. Yastawtinu. Tarof. Sabtu. Buni esa sabtu. Mustatir. Mana to harfi bilan ham qo'ldan kelganicha tanishib o'tdik. Albatta buni yozasizlar. Chunki yozganlaring birgalashib, ya'ni ko'p yangi o'qiyotgan bolalar bo'lsa, yosh bolalar bo'lsa, qo'shib o'qiy olmaydi. Chunki oxirlarda mana uzoq kalimalar kelib qoldi. Bularni qo'shib o'qishlik qiyin. Yozib birin-ketin avval yozib olib turib, birin-ketin harakatlarni qo'yib farzandlarni o'qitsalaring, inshaalloh tezda o'zlashtirib oladi. Bir o'zlashtirgandan keyin bu yog'i inshaalloh ketdi. Xohlasa Qur'oni Karimni ham, arab kitoblarini ham bemalol o'qiydigan bo'lib qoladi inshaalloh. Shuning bilan bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.